Assalomu alaykum, hurmatli Xorazmboy TV kanalining muxlislari, aziz muhtaram onalar, otalar, aka-ukalar, opa-singillar va musofir yurtda yurgan vatandoshlar, sizlarni kirib kelgan Qurbon hayit bayrami bilan tabriklayman. Oilalaringizga tinchlik, baxt, saodat tilayman. Sizlarga uzoq umr, kuch-quvvat bersin Allohim. Sizlar bilan men Doniyor Satlikov. Hammangni yana bir bor tabriklayman. Hamisha shu osmonimiz yorug' bo'lsin. Ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Muhammad sallallohu. Ya Allah sen mehribon.